Assalomu alaykum. Bugun erkaklar klimaksi haqida suhbatlashamiz. Erkaklar klimaksi, ya'ni andropauza holati ayollar klimaksidan farqli o'laroq reproduktiv holat saqlangan holatda bo'ladi. Ya'ni jinsiy faoliyatga xohish, moyillik kamayishi mumkin, lekin to'xtab qolmaydi. Testosteron gormoni, ya'ni erkaklik gormoni 30 yoshgacha erkak kishilarda oshib boradi. 30 yoshdan keyin har yiliga 1% dan kamayadi. Bu foiz 11% ga yetganda erkaklar klimaksi boshlanadi. Erkaklar klimaksini bir qancha belgilari haqida suhbatlashamiz. Qorin kattalashib ketishi, ya'ni qorin aylanasi 94 sm dan oshib ketish holatlari, tez charchab qolish, uyquning buzilishi hamda uyqudan vaqtli uyg'onish, teri quruqlashishi, jinsiy aloqaga bo'lgan xohish, moyillikning kamayib ketishi, osteoporoz, osteoxondroz kasalliklarining rivojlanishi hamda ajinlar tushishi ko'payib ketadi. Keyingi videomizda turlari, sabablari va davolash metodlari haqida suhbatlashamiz. Bizning vazifamiz va bizning maqsadimiz sizning sog'lig'ingiz.